Qish faslida o'riqlash amaliyoti bek oson. Deb beraymi? Attigini qo'pib tövəndiki ma ushishqa, kashligi tövəndiki ma ushishqa diqqat qilib bersanizlar, bek oson o'riqlab ketasiz. Hech qanday mahsulot yemay turib, qo'saqni bek osh qo'ymay turib, ig'ir harakat qilmay turib, rohat, yaxshi ro'y kayfiyatlarda o'riqlay olasiz. Bir tal yurak berib saqlaylang, ha. Birinchisi, attigini o'rnimizni qo'ygandan keyin cho'qim bir stakan suv ichib beraylik. Bir kech uxlagandan keyin badan degan suv sirab ketadi. Attiganda bir o'ng suv ichib olsangiz, badan yeniklab qoladi, metabolizm yaxshi bo'ladi. Attigini oldirib chiqnasi yo'amaysiz, sizning to'xtaq tuyg'ungiz uzunroq bo'ladi. Ikkinchisi, attiganlik nashliqni rangarang qilib beraylik. Manta, ximir, non degandek bu oq ranglik narsani o'rlashtirmay, masalan, har xil rangdagi meva-chevalardan 100 gramdan 150 gramgacha bir taqsiga yig'ing. Tuxum yang, tuxumdan seriq rang bor, oq rang bor. Asas oshliqlar masalan sulu yarmisi, kava, qo'noq degandek bunda ranglik oshliqlarni ishlating. Qaymoqliq aytgan chayga nonchilab, mant qo'shing, mushtilni yeb kelsangiz, bir kun ishlaringiz turoqsizlashib, yana o'riqlay olmay qolasiz. Uchinchisi, sharoit yarasa attiganlik nashliqning o'zini sayyan. Lang saylarni qilib yesangiz bo'ladi. Har xil rangdagi saylarni o'rlashtirib bering. Qon shakaringiz mutroqli bo'ladi, to'yinish tuyg'uringiz uzun bo'ladi. Bir kun unda chiqnasi yo'amaysiz. Kashda diqqat qilgan shu ish. Birinchisi, kashki tomoqni cho'qim yang. Jiqlar kashki tomoqni yemay o'riqlaydi, ammo uzunga bardosh beramaydi. Chunki bizning ko'ngilli so'rinimiz kashda bo'ladi. To'y, choy, har xil yig'ilishlar, har xil so'rinlar. Siz yemay tuyuqsiz bir so'rin berib chiqnasi olasiz. Bir haftalik qilgan ko'rsatgan tirishchiliklarimiz yo'q qo'llanib ketdi degan gap. Bir umr kashki tomoq yemayman desangiz, uning yo'li boshqacha. Kashki tomoqni yeymiz, ammo nayt sog'lom o'rlashtiring. Masalan, sayko'ktatlarni mo'l qiling. Qancha chiq yesangiz bo'laveradi. Uni bir olqanchilik go'sht qiting, qo'y go'shti, qo'li go'shti, to'qi go'shti, hozir qish kirib qoldi, ot go'shti yesangiz mayli, har xil dengiz mahsulotlarini yesangiz mayli. Buning hammasi oqsil turiga tava. Shuni o'li siyingizni azroq yog'da o'ysay qilib qo'rib yang, uni suvda pishirib o'riqlash tomoq qilib pishirmang. Xurishlarni normal ishiting, tuz, samsaq piyoz, loz, pomidor, sinjang, ochiq suv, loza. Normal ishlasangiz bo'ladi, tamli qilib turib yang. Uning ham asosiy ochiqlardan, masalan, kava, xunshu, qo'noq va yoki ranglik mefan degandek shakar moddasi tuvan, ammo to'yinish tuyg'usi yuqori, issiqlik kaloriyasi tuvan bo'lgan ochiqlarni birlashtirsangiz, kechalari qo'sqingiz ichib ketmaydi, uyqungiz ham yaxshi bo'ladi. Ikkinchisi, kashlik tomoqdan keyin amalva bir harakat qilib bering. Qon aylanish yaxshi bo'lsin. Yebdi yetib olmang. Masalan, talaga chiqib yarim soat quloq arjini taqab, ham shu qar manzarasini huzur og'ash, bir muzikalarni anglab yarim soat 40 minut kiring. Uyda gimnastik o'ynasangiz bo'ladi. Ish qilib harakat qilaman desangiz cho'qim sharoit topqili bo'ladi. Maxsus cherchim fan berib o'tirishingizdan hojati yo'q. Uchinchisi, balduroq uxlang. Kechlik 11-12 gacha uxlab bo'ling. Kechida uxlamaydigan odamning qo'sqi bak oson ochidi, eg'iz qichib uni buni yegisi keldi. Kechida qo'saq ichib ketdi degan gap odam shu ushshaq tushak, kayfiyatni yaxshi qilgan axlat yemeklarni xohlaydigan bo'lib qoldi. Uning issiqlik kaloriyasi pek yuqori, yeb o'zingizni bosa olmaysiz. Undan boshqa uxlamasangiz, ertasi bir kun metabolizm tayshi pek ost bo'ladi. Bir xil o'riqlayapman deysiz, ammo kayfiyatlaringiz nachar bir xatar ritmga kirib qolsiz. Baldur uxlab, o'zingizning mushi talabchanligidan o'zingizdan huzur tepib, erta bir kunni nayt yaxshi yeni kayfiyatlarni boshlang. Boshqa ortiq qilishning hojati yo'q. Mush ishlar sizning o'riqlashingiz yetib oshadi. G'ayrat qiling.